endi bizdan qaynotangizga bitta original kelin salom aytaman. Agar men mabodo adashib ketsam, to'g'ri aytsam qarsakchang deysizlar. Mabodo adashib ketsam, nihoya baribir qarsakchang deb qo'yasizlar. Kelishdiga qora qushqonlar suydirgan, inni oshga to'ydirgan, karnaylatib qo'ybergan, dumlar qushqonlar suygan, qatorlatib uy qurgan, oshni katta oshlagan, yomon dollar hashlagan, cho'pdagilar navbati bor, chiroq juda hurmati bor, kelin salom yor yor, qabul aylang qaynotasi, sizga salom yor yor, yana bir salom yor yor. Qo'lda chambar rayhonlarga menga hayron kampirlarga, dasturxonchi ayollarga, sotga tutgan bolalarga, meni oldimga kela olmagan, telefon raqamimni so'ra olmagan kampirlardan qo'rqibgina ko'chada o'tirgan chollarga bitta qarsiya bo'lsin. Bitta qarsiya bo'lsa rahmat. Shu yoqib o'tgan bir maktab o'tay, Oriyol studiyasini bitta maktab o'tay, ruxsatingiz bilan. Bir ukam bor omadli, bo'ynlari o'rta qomatli, cho'nqay ketar omadli, ishlari yugir, zo'r yigitga tushmagan, kelin salom yor yor, qabul ayling yoqib o'tgan, Oriyol studiya, sizga salom yor yor, yana bir salom yor yor. Kelin salomni do'ndiraman, armonlarni o'ldiraman, chekkingizgacha man gulmani Qashqadaryo, bulbulaman Kamina Maloqat opangizga bitta salom bo'lsin. So'z ustasi, pulla usti, ko'zginasi, turk yigitning ozginasi Quvonch raisga bitta salom bo'lsin. Tomda kaptar uchirib olgan mingta hofizni qochirib olgan Nizom hofiz bilan Bozor hofizga bitta salom bo'lsin, qarsalam bo'lsin. Bo'ynimdagi marjonim to'kilib tamom bo'ldi. Sizga aytgan salomim shu yerda tamom bo'ldi azizlarim. E'tiboringiz uchun rahmat. Baxtli bo'linglar. Maloqatxon Yallo Qodirova bitta qarsiya chalib qo'yamiz. Rahmat. To'ylar muborak bo'lsin. Keling qolurimizni to'ralishga mumkin. Bugunga joy kun chiroyli to'y muborak bo'lsin. Men iltimos qildim aziz ayollar.